Assalomu alaykum, aziz aka-ukalar, aziz do'stlar, aziz podpischilar. Auksiondan o'ynalgan mashinamiz, ponedelnik kuni o'ynalgan mashinamizni yutib oldik. Bu klientimizga, Tojikistonlik akamizga, u akamiz 3-mashina olishi. Ikkita Santa Fe olgandi. Sarentoga qiziqibdi, Rossiyaga deydi, Rossiyaga olibdi. Shunga endi bu mashinamizni sal prestij komplektatsiyada mashinani bir ko'rsatib o'ting. Hamma yo'g'i bor, lyuk yo'q. Klientimizga bir arzon chiqqan bu mashina 21,5 million vonga chiqqan mashinani ko'rsating. Polni privatda 7 местali. Dollarga 13 ming, 14 ming dollar atrofida. 14 mingdan sal oshiqroq bo'ladi. Polni privat bilemasi. Arqa sidinalar. Arkada yana ikkita sidina chiqadi. Podogref sidinasi bor arkada. Komplektatsiyasi yaxshi. Bednimas elektritskiy. Mana yerda yana ikkita sidinamiz bor. Knopkada yopiladi mana. Oldi salonga o'tsangiz, oldi salonda ham bir sal tushuntirib olamiz. Komplektatsiyalarni gapirib o'tamiz, do'stlar. Mana yerda polni privatda boshqariladi. Uzib qo'ysa ham bo'ladi. Yo'q qo'ysa ham bo'ladi. Avtohold bor, podogref rul bor, podogref sidina bor, podogref abduf sidina bor. Komplektatsiyasi juda zo'r. Perid maksimal komplektatsiyada. Probegi 124 ming probegda. Mana shu mashinamiz xudo xolasa mana keldi. Hozir dokumentatsiyalarni qilamiz, nomerlarni yechamiz va Rossiyaga отправ qilamiz. O'zingizdan bir narsa deng. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz podpischilar. Mana shu mashinamiz примерно 14 ming dollarga auksiondan yutib oldik. Buni nima uchun arzon deyishlaring mumkin? 2020-yil. Примерно prestij komplektatsiya. Перед maksimalkadan перед maksimalni 4VD 7 местali. Arzonligini sababi auksion bu. Do'stlar, auksion. Nima uchun biz ko'plarga auksion predlagat qilamiz? Auksiondan arzonroq yutib olsa bo'ladi. Mana shu mashina 126 ming probegi. Agar shuni inkardan oladigan bo'lsangiz, примерно 18-19 ming dollarga olasiz shu mashinani. 1000, 2000, 3000 dollar qancha ekonom bo'lsa, shuncha yaxshi. O'zimizning klientlar bu bir klientimizga, bu klientimiz уже bizdan 3-mashinani zakaz qilishi. Hamma mashina har doim arzon olib berganmiz. Mana shu klientimizga arzon chiqdi. Faqat auksiondan olib bering menga deydi-ku. Ha. 3-mashinasini ham auksiondan olib beryapmiz. Shunday. Bu mashina 2.2 dizel motorda 2020-yil Rossiyaga rastamoshka bo'ladi. Xudo xolasa bugun nomerlarni yechib, ближайший port mana bugun 26-число bo'lsa, 28-kuni уже Vladivostokka jo'natamiz bu mashinani. Ближайший port eng tezi bilan jo'natamiz buni. 7 местalik o'sha 4VD ko'pchiliklarimizga ham xuddi shunday mashina kerak bo'lsa urib beramizmi? Конечно, urib beramiz. Biza xudo xolasa pastda ssilkada Telegram kanalimizni qoldiramiz. O'tib obuna bo'lib, do'stlaringni ham shunga предгласить qilinglar. Juda ham xursand bo'lamiz podдержка uchun. Xudo xolasa chorshanba, payshanba kunlari auksionni narxlari bilan mashinalar chiqadi. Biz o'sha Telegram gruppamizga, kanalimizga joylab boraveramiz. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha yerdan topib, ko'rib, variantlarni biz bilan bog'lanishlaring mumkin. Bugungi yutib olgan mashina haqida ham bir gapirib o'tsangiz. Hozir yana qandaydir mashinaga ketyapsiz-ku? Hozir Kia K5 2022-yil Rossiyaga проходной Nobles komplektatsiya. Bu Nobles ham перед maksimalka, почти maksimalka desam bo'ladi. Tем более oq svetda 19 diskalarida. Xudo xolasa obuna bo'lib,
Yani kuzatib tursanglar, bir 2-3 soatdan keyin uni ham obzorini chiqaramiz. Mana. Uni ham narxi arzonda, to'g'rimi? Arzon. Ha. Uniki ham arzon, lekin sir bo'lib qolaversin. Uni Shunday. o'zini obzor qilganda aytib o'tib ketamiz. Shunday. Klientlar uchun. Shunday. Bo'ldi, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, Like, tortinmasdan sizlar. telefon qilingizlar, podpisatsiya knopkasini katta qilib bosib, layklarni bosingizlar.